1,200,000 olgan, kasal bo'lib qolib, qarovsiz qolib ketgan shu basseynimni bugun yaxshilab tozalab, suv quydiraman, ko'ringlar, rosa yomon bo'lib ketuvdi. Video boshidan aytib qo'yay, suvda cho'milish uchun emas, betini yopib, kirpirlarga, uborkaga ishlatish uchun quydiryapman, lekin menimcha basseyn sezoni hali beri tugamadi. Avgust oyi ham yoz, tuzikkinisi bo'lsa kerak. Bu oyoqli basseynni tozalash qiyin, ayniqsa suvni chiqarib tashlash deb ko'pchilik yozgan edi, lekin men qiyinchilik sezmadim. Suvni dadam tezligini chiqarib berdi, men bo'lsa artib tozalab oldim. Basseyn 4,5 tonnali, suv chaqirsam 130 mingga to'ldirib ketishadi. O'zi buni olganimga 1 oy bo'ldi. Issi rosa avjiga chiqqan paytida mazza qilib kalla tashlayman deb oluvdim, lekin hali biron marta ham cho'mila olmadim. Bilasizlar, yaqinda sog'ligimda muammolar bo'lib qoldi. Cho'mila olmasam ham suv bilan sahnani o'rtasida tursa qandaydir yoqimli bo'lyapti. O'zimni xotirjam his qilyapman. Ehtimol grantimizga suv ba'zida chiqqani uchun uborkalarga endi bemalol ishlatishimni sezibdi. Bolalar ham o'zicha xursand, cho'milmasliklaridan bexabar.